Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanali a'zolari, hurmatli aka-ukalar. Navbatdagi zakasnoy so'rimizni xudo xolisa tayyor qilib bo'ldik. Kraska holatiga keldi so'rimizni. Ko'rib bitta baho berib qo'yaverasizlar. Zakas berib tayyorlataman deb yurgan aka-ukalar yoki kimdir misol opasiga yoki akasiga sovg'a qilmoqchi, yo ota-onasiga olib bermoqchi bo'lganlar zakas bo'yicha tayyorlatib olib bersalaring bo'ladi. Bu zakasning so'rimizni sizlarga bir qator obzor qilib beramiz. Razmeri 2,5 metrga 3 metr bo'ldi. So'rimiz holatini ko'rib turibsizlar. Juda ham baquvvat so'ri bo'ldi. Mana lagalarni ham ko'rib turibsizlar. Tayyor holati emas-da, endi haligi kraska sachib qanaqangi bo'lar ekan kraskadan keyin, kraskadan oldingi holatlari deyilgan savollarga javobda mana shu. Mana bu so'rimizning oldi qismi. So'rimizni oldi qismiga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Stoykalarini 10 ga 10 qilib berdim. Stoykalarni ko'rib turibsizlar, 10 ga 10. Taglari 10 ga 5 bo'ldi. Oldi ko'rinishi. Oldi ko'rinishi 10 ga 5 bo'ldi. Tepalari 6 ga 4 bo'ldi. Polni aylanasi. Taglari 4 ga 4 bo'ldi. Lazerlikdan 1.8 lazerlikdan tayyorlab berdik. Stoykalarni gullarni ham ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Polni taglariga 8 ga 4 profildan 3 qator qo'yib berdik. Ko'pchilik 2 qator 6 ga 4 qo'yishadi. Bizniki 3 qator bo'ldi. 3 lik qalinlikdagi taxtani qo'yamiz bunga. Xotiramiz. Bu yerlarga toshliklarni qo'yib, gullarni qo'yib berdik. Mana toshliklarni qo'yib, gullarni qo'yib, yonlariga o'sha lazerdan mana 2 lik lisimiz o'zi ko'rinib turibdi, qalinligi 2 lik lisdan tayyorlab berdik. Bu so'rimizni 6 million so'm, 6,5 million so'm tayyorlab beryapmiz. Sababi polni zakasnoy bo'lgan, choklari ham hammasi yopilganda. Mana shpagalovkalar tortib, choklarni ham yopib, polni zamasga qilib, tashqarida tursa ham, yomg'irda ham tursa ham hech narsa bo'lmaydi, xudo xolasa. Kraskasini ham chiroyli qilib sachamiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaring, tayyorlab beramiz. Sizlarga ham zakas bo'yicha tayyorlab beriladi. Mana bu orqa tarafi. Orqa ko'rinishini ham ko'ryapsizlar. Holasi juda ham chiroyli chiqdi. 4 ga 4larimiz, 6 ga 4larimiz polni 1.7 dan bo'lgan. Stoykalarimiz 2 ga 1, 10 ga 10 bo'lgan. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilasizlar, aka-ukalar. Tayyorlab beramiz. Xudo xolasa sezoni ham kelyapti. Sezongacha tayyorlatib olsalaring, chiroyli qilib o'rnatib yetkazib beramiz. Dastavkalarni kelishtirib qo'yib beramiz. O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz dastavkasini. Oq tomonlarga kelishilgan holda chiqarib yuboramiz aka-ukalar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Tushunmagan joylaring bo'lsa yana kommentariyada yozsalaring. To'liq ma'lumotni yana beramiz. Mana gullari hamma yo'g'i cho'tki bo'ldi. Xohlasangiz g'ildiraklar qilib beramiz. Buni egasi, zakas qilgan egasi g'ildirak shart emas deyishdi. Mana oldilari ham ko'ryapsizlar, 10 ga 5 profil bo'lgan. Bu ham 1.7 2lik qilib beryapmiz ashlarni ham. Polni qalin bo'ldi hammasi. Xudo xolasa gruntovkani sachib, mokraspal bo'lgan, mokraspal sachib o'sha tilla ranglarda gullariga berib chiqamiz. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqadi. Uyga olib borib ham bitta obzor qilib videosini tashlab qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar aka-ukalar.